Assalomu alaykum hamyurtlar, men Qodirjon Qosimov. Menga ba'zilarda murojaat tufayli yana videoga olyapman. Videoga olmoqchiman. Pistani mevalari puch bo'lib qoladi deydi. Nima sabab deyshadi? Mana pistani puch bo'lib qolishiga sabab birinchidan moddalar yetishmovchiligi, oziq modda yetarli to'play olmaydi. Kaliy yetishmovchiligi, rux yetishmovchiligi. Uni bartaraf qilsa bo'ladi. Mana men o'tgan yil pista terdim. Menda bitta ham chiqmadi, hammasi yoriladi. Bu yorilishi, pistani yorilishi va pistani to'la bo'lishligi oziqqa bog'liq bo'ladi. Pistani agar oziqlantirsangiz, yetarli oziqani bersangiz, pista olmaysiz. Shuni aytmoqchi edim-da, mana bizda pistalarimiz yo'g'onligini, tanasini oziqlashdan nodasidan qarang yo'g'onligi. O'g'itlashni zo'r qilish kerak ekan pistani. Mana shu masalan 1 metrgacha o'sdi. Tanalari yo'g'on-da, barglarini qarang. Katta-katta. Mana shu tanasini yo'g'onlantirish uchun fitoplant ishlatish kerak ekan. Shu man tanasini baquvvat qilar ekan pistani. Yog'ochlarini qalin qilib. Shu fitoplant ta'sirida bo'layman. Albatta o'qitlashda ham sistematik ham sifatli qilish kerak-da. Kerakli oziqlar hammasi yetarli bo'lishi kerak. Shunda muammo bo'lmaydi-da. Tanalari juda baquvvat bo'ldi mana. Yangi chiqargan novdalarni baquvvatligini qarang. Baquvvat. Juda baquvvat bo'lgan. Allohga hamd. E'tiborlar uchun rahmat.